G'alaba muborak bo'lsin. Rahmat. Bugungi o'yinga fikrlaringiz? Assalomu alaykum. Qisqa fursatdan keyin o'z maydonimizga qaytdi. Quvonarli ikki karra bugun g'alaba qozonganimiz nimaki Buxoro jamoasi ham yaxshi jamoa, shakllantirilgan. Albatta bugun juda ham ko'p kurashlarga boy o'yin bo'ldi. 2-0 yutib turishimizga qaramasdan turib birinchi bo'limda Buxoro jamoasi oxirigacha kurashib, albatta tan berish kerak. O'sha ikkita standartdan urib o'yinni yanada qiziqarli qildi. Oxir oqibat ikkinchi bo'limda yigitlarimiz ham azgina qo'shib, omad bizning tarafda bo'ldi. G'alaba qozondi. Qolaversa bizani qo'llab turgan muxlislarimizga o'z minnatdorchiligimni keyin yigitlarga bildiraman. Albatta Buxoro jamoasiga keyingi o'yinlarda omad. Aytganimizdek o'sha kuchli tarafi Buxoroni o'sha standart, uglovoy, out yoki bundan oldingi o'yinlarda ham o'sha adashmasam Nobahorni ham yutib ketgan edi 1-0 ga. Standart orqali shu keyingi o'yinlarga bu o'yin tarix qoldi. Keyingi o'yinlarga tayyorgarlik jamoani tayyorlash kerak shu. Tushunarli. Savol emas menimcha. Rahmat.